Navbatdagi, ya'ni 3-perinoz qiladigan patsientamiz bizda 2-marta funksiya amaliyotini bajardilar va bularda ikkilamchi bepushtlik 5 yil trubnoy faktori bilan bizga murojaat qilganlar o'zi aslida. Lekin birinchi ekoprogrammamizdan 21 tadan 13 ta tuxum hujayramiz yaxshi bo'lgan, shundan bitta bir bola embrion hosil bo'lgan. Bu juda sifati xas embrion hisoblanadi. Embrion transfer qildik, natija bo'lmadi. Ikkinchi marta ekoprogrammasiga olindi. Ikkinchi marta ekoprogrammasida 12 ta tuxum hujayra oldik. O'sha 12 ta tuxum hujayradan 3 ta embrion hosil bo'ldi. Shundan hozir bittasini ekib beramiz. Bu safarda embrionlarimiz sifati juda ham yaxshi kачествоda. Inshaalloh bu safar 14 kundan keyin yaxshi xushxabarlar kutib qolamiz va 9 oydan keyin bag'rlariga bosib ona bo'lish nasib qilsin. Matkangiz, endometriyingiz mana 3 qavatli va o'rtada embrion sidik qoplari bo'sh ekan. Shuning uchun vaginalni qo'yib berdik. Ya'ni mahkamidan bersin. Mana embrionimiz chiroyli bo'lib ko'rinib turibdi. 14 kundan keyin xushxabar